buni beradigan maslahatlarni rad etsa, nutritsiologiya meditsinaga yaqinlashmanglar deyapti. Nimaga? Sababi xuddi siz aytgandek, insonlar bir kasallik bilan bordi. Masalan, bo'g'im kasalligi bilan bordingiz. Bo'g'im kasalligining asosiy sababi bu siz ichinglaringizdagi yallig'lanish. Siz u bilan doktoringizni ishi yo'q. Bo'g'imingizdagi og'riqni qoldirib berish uchun sizni mana shu shikoyatingiz to'xtashligi uchun uni og'riqni qoldiruvchi yo antibiotik yoki qanaqadir dori beradi. Siz u dorini 10 kun ichgandan keyin og'riqlar qoladi va qanaqadir payt o'tgandan keyin yana ana shu doktorga kelasiz, yana ana shu dorini kuchlirog'ini yozib beradi. Bu bilan siz ichingizdagi mana shu bo'g'imingizni og'rishiga sababchi bo'layotgan yallig'lanishni kuchaytirib borasiz. Nimaga? Har bitta masalan bitta kurs olingan antibiotik 6 oyga siz mikroflorangizni buzadi, immunitetingizni tushiradi. Nomi bilanchi antibiotik deyapti. Ya'ni bioorganizm bo'lsa, unga qarshi degan narsa turibdi. Unga qarshi. Antibiotiklarni shu yerda gapingizni bo'ldim, fikringizni yo'qotmay turing. Men bir yili o'sha Stokgolmga borganimda, o'g'lim kichkina edi, 3 yosh edi. Shunda uni issig'i chiqqan. Endi havo almashganigami, keyin men uni o'sha turgan mehmonxonamga, ya'ni o'sha tez yordamni chaqirganimda, o'sha vrach bolani issig'i 39. Men ukol qilmaysanmi bunga? Endi ko'rdi, ular juda ham nima qilib ko'rdi? Sen dedi, bolangga dushmanmisan deb so'radi mendan. Keyin men xorijdaman, endi onaman, bolam issig'i tushsin deb o'ylayman. Endi paytda yoshroq bo'lganman, bunaqa haligi juda ham chuqur o'qimagan bo'lganman. Antibiotik qilgin deb aytdim. Desam edi, sen bolangga dushmanmisan deb so'radi. Keyin bolangga dedi, hozir marojniy ber, suv ber dedi. Ana orqalarini dedi spir bilan artib dedi, tushirgin anaqa. Hozir tushirib beramiz dedi. Keyin yana issig'i chiqsa shunaqa qilgin dedi. Nimaga desam, o'shanda o'sha vrach menga tushuntirgan. Nomi bilan antibiotik, ya'ni organizmni o'ldiruvchi degan. Shuning uchun mana shu antibiotiklarni qabul qiladigan ayollarimiz, onalarga ham shu fikrlaringizni qo'shib ketsangiz demoqchi edim shu yerda. Qarang, hozir o'zim oilamga agar aytadigan bo'lsam, farzandlarim shamollab qolsa yoki issig'i chiqishi bilan o'zim xo'jayinim o'sha issig'ini tushir. Doimiy bizda uyda bo'ladigan nima? Adasi 39,5 dan oshib ketsa, 40 ga borib qolsa tushiriladi. Hozir men bolada защитный narsa uyg'ondi. Hozir kurashyapti. Agar men hozir bunga dori bersam, issig'i tushgandan keyin bu tana virusga o'zini ochib beradi. Borgan sari immunitet tushib boradi. Har safar shu narsa. Ya'ni men o'zim mana shu narsa bilan kurashganim bilan, ya'ni meni juftimda ham baribir mana shu antibiotiklar tushiradi. Xavotir bor. Issig'i oshib ketsa, mana bunaqa bo'ladi. Bolani qara ahvolini, yo'q, aralashmang, iltimos sizga menga qo'yib bering. Ya'ni bu narsani hali biz o'zbek millatiga tushuntirishimizga bormi deb o'ylayman. Bog'liq. Chunki biz bolalarimiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Issig'i chiqishini xohlamaymiz. Marojna va muzli suvlarni berishdan sirasi o'tadilar. Yo'q, tomog'i og'riyapti, men marojna olib beraman deyman. Sirazu vaspaleniya oladi, yengil bo'ladi. Bizda naborot haftalab men ko'rganmanki, ba'zi oilalar marojnani issiq berishganini ko'rganman, hayron qolganman. Nima qilasiz, berib bo'lmasam deganman. Iskandek. Ozgina narsa yeb qo'ysa yo'talaveradi farzandi. Ona bolani immunitetini tushirib tashlaydi. Mana bir xilga farzand anaqa endi hozir tsiganlar deydimi, lo'lilarga qarasangiz, qishda ham paypoqsiz yuradi. Qor yoqqanda ham yuradi, shapkasi bo'lmaydi, onasi ko'tarib o'tiradi ertalabdan kechgacha. Lekin ular sog'lomda, chunki chiniqqan. Biza chiniqishimiz kerak. Men hozir bilasizmi, o'zim mana shu marafonlar o'tkazaman. Marafonlarimda ayollarni chiniqtirish uchun kontrastli dushlar, mana shu muzli suvli bochkalarga tushishlarini tavsiya qilaman va o'rgataman. Voy, Osiyoxon, menga mumkin emas, bo'g'imda og'riq bor, unaqa deydi. Bir marta qilgandan keyin men bunaqa yengil bo'lmaganman. Men kontrast tush nimaligini endi bildim. Baribir oldingi zamon, mana shu Odam alayhissalom yaralgan davrda qanaqa ovqatlar yegan, ular faqat qorni ochligida yegan, ular hattoki 2-3 kunda bir yegan. Mana shu davrga agar qaytadigan bo'lsak, biz sog'lomlashish davriga qarab ketaverar ekanmiz. Chunki zamon bizni faqat kasal qilishga qarab ketyapti. Aytganingizdek, peshivoyi oziq-ovqat industriyasi bizani qanaqa qilib bo'lsa ham jalb qilish uchun, ya'ni marketingda bu reklamaga kuch beradi. Reklamaga kuch beradi. Va ichiga shunaqangi mahsulotlar soladiki, glutaminga o'xshagan. Doimiy o'ziga chaqirib turadi. Ayniqsa siz aytgandek, o'ziga yoqqan ko'yligini topolmagan ayol tezda o'sha narsani yegisi keladi. Ya'ni o'tgan safar borgan joyga borib, o'sha ovqatni yegisi keladi. Mana shunaqa qilib bu tarafdan biz aptekani boqyapmiz, ya'ni постоянно dorisini sotib olishlik bilan bu tarafdan kasalliklarimizni ko'paytiryapmiz. Xuddi siz aytgandek, o'sha qanaqadir bir munosabat.